Bayeshi Motorenwerke nemis tilidan talaffuz qilganda, BMW o'zbek tiliga talaffuz qilganda 5-seriya 530i oppog'idan X-Drive 2025-yil 5-oy bemalol O'zbekistonga eksport qilsa bo'ladi. Buni Janubiy Koreyadan videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir ushbu avtomobilni bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana shu LED farani o'zi eng arzoni $1,5 boshlanadi. Undan uyog'i esa ketaveradi $2,5 Xo'p, sakadiska Michelin ballonlarini toqib qo'ygan. O'zingizlar bitta e'tibor berasizlar. Ichiga keladigan bo'lsak, wow, mana bu qizil chiroqlari bir boshqacha atmosfera hosil qiladi. Eshiklari mana ponni tonirovka. Xo'p, mana eshikni ochib yopish, sidinani isitishlari bu yoqdan kontrol qilsa bo'ladi. Orqa eshiklarda tonirovkadan tashqari mana pardalari ham bor. Neriga eshikda ham, bu yoqda ham. O'rindiqlari mana toza charm. Bu yoqda mana climate kontrollarini orqadan turib ham bemalol boshqarsa bo'ladi. Bu yoqda mana Type-C zaryadnik ikkita o'rindiqda. Bu yoqda ham bor mana ikkita Type-C zaryadnik. BMW ni yaxshi ko'raman-da. Xo'p, multimedia rul. Mana bu har doim aytadiganimiz isitish, sovutish tizimlarini aytish hojati yo'q. Hamma narsa bor. Kattagina mana monitor, informatsion displey. Ichiga o'tirganingizda juda ham bir boshqacha vibe beradi. Kalitlariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, kalitini o'zi ham mana. Kayfi boshqacha buni o'rtoqlar. Hammamizga nasib qilsin. Videoga albatta bitta like bosib, izohlarda niyat qilib qo'yinglar. Mana o'zini yana kaliti bu. Xo'p, stakanchilari bor ekan. Luki bor mana tepada. Orqalari ham mana juda ham keng. Xo'p, eshiklari, pardalarini aytdim. Endi bagaj qismini ko'rsatadigan bo'lsam, bismillah. Juda ham keng joy bor bu yoqda. Xo'p. 2025-yil 5-oy yilini aytdim. O'zbekistonga kirsa bo'ladi. Eksport qilib beramiz. Xudo xolasa Arti Motors kompaniyasi bizga aloqaga chiqinglar. Doimiy telefon raqamlarimizga ushbu avtomobilni agar kimki niyat qilib yurgan bo'lsa, shu insonga jo'natib qo'ying, nasib. Sizga biz buni yetkazib berishlikni bizga ham nasib qilsin. Videoni ostida ushbu avtomobilni narxini yozib qo'yapman. Bemalol narxini tagida telefon raqamlarimiz bor. Shu telefon raqamlarimizga bog'lansangiz bo'ladi.